Ko'pchilik so'rabdi, aka, общий kelib ketishga necha pul ketyapti deyishibdi. Akalar qaranglar, Centrum Umrada ko'plab tariflar bor, ekonom bor, komfort bor, VIP bor. Men VIP'sidan kelganman. Qisqacha tushuntiraman. Hozir mana shu soat binosi, soat binosining o'zida 7 ta gостиница bor. Soat mana shu eng glavnisi tower bor. И o'ng tarafda Swiss maqom, chap tarafda mana bu Swiss Makka bo'ladi. Inshaalloh mana Swiss Makkada 2 kundan keyin turamiz. Men hozir Jumeirah degan gостиницада turibman, lekin servis bo'yicha Jumeirah men uchun nomer 1 hisoblanadi. Ovqatlari, servisi, xizmat ko'rsatishi eng yuqori уровеньda turadigan mehmonxona. Hozir shu mehmonxonani sizlarga qisqacha room tour qilib beraman. O'ng tarafdan yurib boramiz. Ketdik. Eng qimmat mehmonxona mana shu Darul Tawhid bo'ladi. Ayniqsa Ramazonni oxirgi 10 kunlikda 2025-yil $50,000 bir kechasi $50,000gacha sotilgan. Men aytayotgan gостиница mana bu yerda mana shu 4 ta Jumeirah Jabal Umar. Bu yoq tarafdan kirsa ham bo'ladi, bu yoq tarafdan kirsa ham bo'ladi. Ketdik. Hop, shunday eskalatordan shunday tushganda o'ng qo'lda Jabal Umar Jumeirah. Mana haram hududi ko'rasizlar, 50 metr ham chiqmaydi. Shunday chiqib bemalol namozga qo'shilib olsanglar bo'ladi. Hozir endi sizlarga qisqacha room tour qilib beraman. Botga begona odamni kirgizishmaydi. Kartochkalar bo'lmasa, tepaga chiqa olmaysizlar. 19 etajdan iborat. Biz 8-qavatda turibmiz. 806-xona. Bismillah. Assalomu alaykum. Hop, kirishinglar bilan bu yerda oyoq kiyim qo'yib qo'yadigan joy. И 2 kishilik xona juda ham uyutniy qilingan. Ko'rasizlar, shinalarni juda ham приятный qilingan. Bu yerda shunday kabani ko'rib tursanglar bo'ladi. И ko'rishinglar mumkin, kofe mashina alohida. Bu yerda xohlagan kapuchino bo'ladimi, bunaqa sutli kofe bo'ladimi, hammasini o'zingiz tayyorlab shu yerda ichsanglar bo'ladi. Ham tifaliga necha baho. Xullas, bu yerda hamma obstanovka qilib qo'yilgan, bu yerda o'tirib dam oladigan joyi. Bilasizlar, sanuzil gapiradi deydi-yu. Xullas, o'sha hamma gостиницаlarni sanuzil gapiradi mana. Rakvinalari ham ruchnoy qo'lda yasaladi. O'sha qimmat gостиницаlarda shunaqa bo'ladi. Bismillah. Haramga qaragan xona, mana biz ham tamdan yurib keldik. Mana boyga Darul Tawhid mana mana shu tamdan yurib keldik. Mana to'g'ri kirganda shu yerda. Yana bitta zo'r narsa bor. Mana bitta включатель bor. И tepada kolonka bor. Mana shu kolonkadan imomni mikrofoni masjidga ulangan. Ya'ni azon etilsa, uxlab qolmayman desanglar, mana shu yerdan baland qilib qo'ysanglar, mana shu yerda azon etilayotgani eshitiladi xonangizga.